Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana 5.55 qorasi bo'lsin, yurgani oz bo'lsin deganlar uchun mashinamiz 2024-yil ishlab chiqarilgan, kraska holatlari 100% toza. 4 ta yumshoq yangi balon qo'yilgan, qarang. Firmalariga mashinamiz xudo xolasa yaxshi holatda minilgan. Mana salonlarining ichi ham boshqacha bir dizaynga ega mashina. Yurgan masofasi 15.000 km masofa bosib o'tgan. Hamma narsalar joyida ishlab turibdi. Mana beshpirodni zaryadnilargacha, abagiriflarigacha bor. Kattakon panorama yuklar bilan xudo yaxshi narx bo'ladi. Bu mashinani o'zi bilganlar biladi, azizlar. Mana orqalarini qarang. Matviy turibdi. Sidinalari ham hatto yaltirab urinib ketmagan. Yaxshi narxda olib mingan zo'r mashina. 1.5 turbina motor bo'ladi bularda. Mana orqalari ham keng. Hamma narsalari joyida turibdi, mana chiqmagan. Xo'p, mana zapaska balonlari. Mashinamiz ust qismida qirilmayotgan joylari yo'q. Aytib o'tganimizdek kraskalari toza. Bu mashinamizni pul arzon kanal obunachilari uchun 18.900 dollarga baraka qilib beramiz. Kanalimizga like, partisga bosib kuzatamiz. Azizlar, yanada arzon mashina qo'yishda davom etamiz.